Do'stlar, aksiyalar sog'inuvdinglarmi? Kerakmidi aksiyalarimiz? Mana hozirgi qishki sezonimizga aksiyalarimizni biz hozir Qirg'iziston shahri Kalelin kolxozida joylashgan, hammamiz bilgan Firdavs atındagi kiyim-kechaklar dunyosidan bugun sizlarga haqiqatda ham strashni aksiyalarimizga start berdik. Buni ko'rsatingchi, Gelvi Padoshda Xitoydan kelgan Pekindagi mana buni ichida nachoslar bilan original zimni krossovkalarimizni 1800 so'm do'stlar hozirda tozalab olishga, tugatib olishga 700 so'mdan aksiya bog'da qo'yib qo'ydik. Nimaga degan do'stlarimizga bundan 2000 ta ushtu bor ekan, hammamizga yetib boshladi. Katta kolleksiyada borligi uchun sizlarga tozalab olishga mana aksiyaga 700 so'mdan zimni krossovkalarimiz do'stlar juda ham zo'r ekan. Endi bizdan hapoli ekan ejalarimizga Firdavs magazinimizda nafaqat erkaklar kiyim-kechak dunyosi, bundan tashqari podvalimizda joylashgan ayollarga tegishli ayollar bozor ekan do'stlar. Ich kiyimidan tortib tashqi kiyimigacha detskiy kiyimlarimiz, xullas kalom ko'ylaklarimiz ham hammasini xudo olsa aksiya bag'iga qo'yib olish. Qani bismillah deb sizlarga tayyorlab qo'ya. Aksiyalarimiz hali oldinda. Bu ekan sportkalarimiz trikolari bilan 1000 so'm desam nima deysizlar? Bo'lg'oni 1000 so'mga chista haqiqiy aksiya bag'ida mana buni aksiya desa bo'ladi. Bunaqasi faqatgina O'sh shahri Kalelin kolxozidagi Firdavs magazinimizda bo'ladi. Mana bu o'zimizning mesniy tovarlar bo'ladigan bo'lsa, mana bular esa toza Pekinda original dvoykalari. Bularni aksiya bag'ida 1700 so'mga qo'yib qo'ydik. Ammo bunga e'tibor berib qolsalar, haqiqiy bozorchi akalarimiz keladigan mana bunday qalin nachosli, zo'r, mo'shni sportkalarimizni 1700 so'mga aksiya bag'ida qo'yib qo'ydik. Ularga vashta chidab bo'lmaydi do'stlar. Mana bular 2500 so'mlik Xitoydan kelgan Pekinda original zimni nachoslar bilan krossovkalarimizni bo'lg'oni 1000 so'mdan do'stlar. Chizda aksiya bag'ida kecha kuni misol palon pul yog'gandan to'g'ri kuzgi, lekin mana buni ashunasini beraveradigan zo'r krossovkalarimiz do'stlar. Bo'lg'oni 1000 so'mdan buni kiyib olsanglar, biror 1000 so'm yog'gan deb o'ylamaydi. Yaxshi tovarlarimiz. Bu yerda endi oyoq kiyimlarimizni 4000, 5000 so'mgacha polni ketaveradi. Lekin sizlarga tayyorlab qo'ygan mana bu aksiyadagi tovarlar, ammo shokolad tovarlar ekan. Bunga ulgurib qolish kerak, yetishib qolish kerak. Yangi sveji kiyib bolalar ham kiyaveradigan, biz ham kiyaveradigan mana bu hozirgi qishga kiyadigan kurtkamizga baho berib qo'ylar 4500 so'm. Yo'q do'stlar, bo'lg'oni 2000 so'mda aksiya bahoda do'stlar. Bunga ulgurib qolish kerak, yetishib qolish kerak. Mana bu yerda sviterlarimiz ham вообще skromnilari, har xil rasvetkada razmerlari bor. Hozirga kiyaveradigan sviterlarimizni 1000 so'mga qo'yib qo'ydik do'stlar. 1000 so'mga qo'yib qo'ydik. Bu magazinimiz egasini bir gapiga maza qilyapman. Uka dedi, bemalol qo'rqmasdan reklama qil. Bizda ya'ni kelgandan keyin narxlarni ko'tarib qolishimga yo'q yoki tugatib qoldi degan narsa yo'q. Chunki kolleksiyalari juda ham ko'p, hamma tovarlarim ko'p. Shuni hisobidan ham aksiya qilyapman. Ya'ni kolleksiyasi ko'pligi uchun tugatib olishga, tozalab olishga mana realniy, rost aksiyalarimizga start berganmiz. Hammalarni kutib qolamiz. Kelib maza qilib kiyinib chiqsanglar bo'ladi. Endi hozirgi mana bo'ydoq ukalarimiz kiyaveradigan chiroyli, modniy sportkalarimiz, ya'ni vitrovkalarimiz to'lqa usti ekan. Buni 1000 so'm. Hammasi buni rasvetkalari bor ekan, 1000 so'mdan tanlab tushib ketsanglar bo'ladi. Endi mana bu sportkalarimizni misol uchun uka deyapti, misol aksiyani yig'ishtirib ol, menga bunday toza narsa ber, deb qimmat zo'r narsa ber degan do'stlarimizga bor. Qimmatlari ham bor. Bu yerda mana 4500 so'm, 4000 so'mlik puli yarasha original zo'r qimmat sportkalarimiz ham bor ekan, xudo olsa. Mana bular ham xudo olsa kiyaveradigan, aytib o'tgandeklar, ostilari bilan, ya'ni trikolari bilan bo'lg'oni 1000 so'mga aksiya bahoda kiyinib chiqatinglar, hammalari kutib qolamiz. Do'stlar, mana ushbu Firdavs magazinimizni aynan o'zini podvalda joylashgan ayollar bo'limini ham bir qator ko'rib qo'yaylik. Bu ayollarning bo'limiga ham o'ziga yarasha polni mana aksiyalarimiz, bombalari davom etmoqda do'stlar. Endi bu kiyimlar modellarini ayollarimiz o'zlari yaxshi tushunadi. Bu yerda Turkiyadan kelgan original ko'ylaklarimizni ham zo'r aksiyalar berib qo'yganmiz. Mana bu ko'ylaklarimiz esa o'zlarining sexlarida, ya'ni o'zlarini fabrika qilib, mesniy holatda chiqarishyapti. Shuni hisobidan kачествоsi ham zo'r, pullari ham arzon deyapti. Bo'lg'oni 1000 so'mga ishtonlari bilan, ya'ni bu triko va shunaqa lozim-pozimlari bilan, teva pastlari bilan 1000 so'm deyapti. Bu yerda original turetskiy mana bunday shubalari, kurtkalarimiz, bular o'zi qimmat, lekin o'ziga qaraganda aksiya qilib bu yerlarda ham arzon qilib beryapmiz deyapti. Xullas kalom, ayollarga tegishli ko'ylaklarimizdan tashqari, detskiy kiyimlarimizdan tortib oyoq kiyimigacha, ayollarning oyoq kiyimidan boshlab ro'molgacha, xullas doito semenniy holatda kelib, dadasi ham, ayasi ham maza qilib kiyinib chiqaveradigan ushbu Firdavs magazinimizda o'taman ko'rsatmay qo'ying. Firdavs magazinimizni aynan podvalidagi ayollar qismini ham ko'rib qo'yinglar. Mana bu ko'ylaklarimiz ham mana 1000 so'mdan deyapti. Ayollar o'zlari ko'rsa tushunadi. 1000 so'mdan, ammo o'ziga qaraganda javobiga arzon qo'ymasdan aytaver deyapti. Detskiy kiyimlarimiz kelib mana bolasidan tortib polniy semenniy holatda maza qilib kiyinib chiqaveradigan Firdavs atındagi magazinimizda tevasida va pastida erkaklarni va ayollarni kutib qolamiz do'stlar. Tashqarisiga yozib qo'ygan
qo'ygan yozuv menga juda ham yoqdi ko'ryapsa. Bu yerga erkaklar kirishi mumkin emas deb yozib qo'ygan. Bu nima degani? Ya'ni ayollar kelsa bemalol o'zlarining ishlarini bemalol bitirib, kiyinib, netib boshqa qilib olsin, bemalol har qisib ketsa bo'laveradigan ushbu magazinimizda hammalarni kutib qolamiz. Endi sizlar bilan birgalikda adreslarimizni ham ko'rib qo'yaylik. Magazin chakalarimizda telefon nomerlarini bermayman, chunki bizda dastlabki xizmatlar yo'q, to'lqa живой holatda kelib kiyinib ketsin deyapti do'stlar. Ya'ni adreslarimizga keladigan bo'lsak, Qirg'iziston O'sh shahri, Kalelin kolxozida hammamiz bilgan sentralni katta masjidimiz, ya'ni Sarmozor masjiddan mana ozgina pastga tushib kelganimizda bu yerda sentralni katta Hamza masjidimiz, ya'ni pashti bir devor qo'shni bo'lyapti. Hamza maktabimiz, Hamza maktabdan kelganimizda yo'lda bo'yida Firdavs atındagi magazinimiz, mana bu glavni yo'limizdan, ya'ni bu Narimon tomondagi yangi Tabraska tomondan yangi yo'ldan kelsalar bu yog'i Sarmozor masjidiga yetmasdan sentralni tekis yo'lni bo'yida o'ng qo'lga qarasanglar Firdavs nomidagi kiyim-kechaklar dunyosi ko'rdinglar. Ayollarda ham, xudo xolasa, erkaklarda ham, yosh bolalarda ham hammalar chaqirib qolamiz. Tebamizga ham, podvaldagi ayollar kiyimlari ham hammasiga chiroyli aksiyalar ketyapti. Ulgilib qolinglar, yetishib qolinglar, hammalarni kutib qolamiz do'stlar. Alsatgacha kanalimiz eldin, jana sizning xizmatingizda.